Bugungi kunda barcha kasblar uchun zarur bo'lgan bir kasb bor. Lekin ko'pchilik bu kasbni nazar pisand qilmaydi. U ham bo'lsa notiqlikdir. Xuddi haydovchilik barcha uchun oddiy va zaruriy bo'lganidek, siz qaysi kasbda bo'lishingizdan qat'iy nazar, sizni tinglashlari uchun aniq, tiniq gapira olishingiz kerak. Xaridlarni yutib yuboradigan, yarim yumaloq chaynaladigan odamni u qanchalik ilmli bo'lmasin, aksariyat odamlar uni tinglagisi kelmaydi. Notiq bo'lish atrofdagilarga ta'sir qilish demak. Bugungi zamonamizda so'zlay olish san'atiga ega bo'lmagan kishini hech kim tinglamaydi. Tinglanmagan nutq esa ta'sir ham qilmaydi. Sizni so'zingiz bu sizni kuchingiz. Odamlarga ta'sir qilmoqchimisiz? Notiqlikni o'rganishning hozir ayni vaqti.